bo'ladi. Qolaversa men bugun mana shu barchalaringizni kirib kelayotgan 9-may Xotira va qadrlash kuni bilan chin qalbimdan qizg'in tabriklayman. Albatta yuqorida mana domlalarimiz ta'kidlab o'tdilar, bu 6-maktabda o'ziga yarasha imkoniyatlari, yutuqlari bor deb. Albatta men mana shu Anvarjon boshchiligidagi jamoaga muvaffaqiyatlar tilayman. Bu maktab mana shu qishlog'imizdan yetishib chiqqan kadrlar bugungi kunda respublikamizning turli viloyat shaharlarida xizmat qiladi. Mana shu yoshlarimiz ham mana shunday yoshlardan bo'lib, mana shu maktabni mavqeini ko'tarishni tilab qolaman. Yana bir bor barchalaringizni mana shu bayram bilan chin qalbimdan qizg'in tabriklayman. Shu yoshlarga ta'lim tarbiya berishda mana shu o'qituvchilarimiz charchamasin. Sidqi dildan, vijdonan dars berib, shu yoshlarni kelajakka tayyorlasin. Rahmat.